Yo, joylar tekin. Tekin Joylar tekin. Yo, imkoniyatimiz chegaralanmagan. Joyimiz joy bemalol. Ana joylar haqiqatan hurmatli tadbirkorlar, mana joylarimiz Arnasoy tumani, ya'ni Zarafshon mahallasidagi Ulmonota bozori bugungi kunda Baxtli mahallasida Navro'z qo'rg'oniga ketuvchi yo'l bo'yida joylashgan. O'sha tadbirkorlarni tekin joyiga mana o'z faoliyatini boshlash uchun chaqirib qolamiz. Mana hozir pastdagi ko'rsatilgan raqamlar asosida bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum, Mamador aka. Hormang, ishlar bilan charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Mana hozir bugungi kunda Arnasoy tumanida juda katta o'zgarishlar amalga oshirilyapti. Jumladan ishlamay turgan obyektlarimiz, katta obyektlarimiz, ishlamay qolgan obyektlarimiz va investorlar jalb qilgan holatda ishga tushirish holatlari olib borilyapti. Ya'ni bizda Arnasoy tumani Zarafshon mahallasida ilgari o'sha eski joylar joylashgan Ulmonota bozorini bu yoqqa ko'chirishni ko'rib turibmiz-da hozirda. Mana shu buni qanday afzalligi bor, aynan yo'l yoqaga ko'chirilyapti va qachon ishga tushadi, hozirda qurilishlar ketyaptimi? Mana shular borasida bir ikki og'iz gaplashsak. Rahmat savolingiz uchun. Ulmonota bozori o'zlaringiz xabarlaringiz bor. Maydoni juda qisqa bo'lib qolgan, bor yo'g'i 90 sotix joyda joylashgan. Bu yerda har xil o'sha bozor kunlari tirbandliklar bo'ladi, noqulayliklar bo'ladi, joy yetishmasliklar bo'ladi. O'sha oqova suv, sizoq suvlarda chiqib ketishlarda muammo bo'layapti, suvlar to'planib qolyapti. Umuman u yerda rivojlantirishda ancha kelajagi yo'q. Shuning uchun biz yanvar oyida mana shu eski markaz sozlash joyini oldik. Qariyb 3,5 gektar joy bu yer, juda keng, qulay, kengaytirish imkoniyatlari bor. Hozir biz mana birinchi blok 120 o'rinli tadbirkorlarimizga joy qilyapmiz. Mana ikkinchi blogini xudo xolasa bugun tuproq ishlari, shag'al ishlarini to'kib boshladik. Bu yerda ham 15-20 kunda ikkinchi blogimizni qurib bitkazamiz. Bu yer ham 120 o'rin bo'ladi. Shunda bizda 240 o'rin ish joyi, tadbirkorga joy bo'ladi. Bu juda katta qulaylik. Shag'allar to'kilgan, qariyb 1 metr tagini ko'targanmiz. Kelajakda latoklar qo'yiladi, asfaltlar qilinadi. Umuman xalqimizga sharoit, tadbirkorga ham, xaridorga ham, oluvchiga ham bu katta sharoit. Bu hozir ko'ribmiz, aynan ish jarayonlari ketyapti. Yangilanayotgan Ulmonota bozorida qachondan boshlandi bu dastlabki faoliyat? Qurilishlarni biz 7-yanvarda boshlaganmiz. 7-yanvarda, bu yil 2025-yil 7-yanvarda mana shu yerda birinchi qadamni boshladik. O'shandan beri qariyb mana 4 oy o'tdi. To'g'ri, qiyinchiliklar bo'ldi, boshqa bo'ldi, har xil ob-havo noqulayliklari bo'ldi, shularni kutish bo'ldi, texnika muammolari, hammasi bo'ladi o'z yo'liga. Mana ko'rib turibsizlar, anchagina ish bo'lgan. Mana hozir temir montaj ishlari bo'lyapti, bugun shifrlarda qoqayapti. Bu blogimiz uzoq bilan bir haftada bitadi. Keyingi haftada o'sha ikkinchi blogimizni boshlaymiz ham, u ham 15-20 kun atrofida uni ham qurib bitkazamiz. Foydalanishga qachon topshiriladi? Foydalanishga endi dastur bo'yicha 1-iyulga deyilgan. Biz uni kutib o'tirmaymiz, xudo xolasa. Mayda oxirigacha 1-iyungacha 1 oy oldi bilan topshiramiz. Vaqtliroq, 1 oy oldin bilan topshiramiz. Buni hozirgi mana bu 3,5 gektar maydon deyapsiz. 3,5 gektar maydonda aynan yo'l yoqaga qurilganligi sababi nimada? Endi qulayligi. Birinchidan o'sha yo'ldagi tirbandliklarni oladi. Ichkarida ko'rib turgan bo'lsalaring kerak, ichkarida qo'yganmiz turargohda ham, avtoturargoh bozorning ichida qurilgan. Alohida 30 sotix joy ajratilgan. Katta yo'lni to'smaydi. Turizmni yo'li. Turizm ko'lni yo'li. Aydar Arnasoy ko'lga olib boruvchi turizm yo'li bo'lganligi uchun aynan shu yerga, mana shu joyga ko'chirilyapti. Kelib ketuvchilarga ham mahallani aralamaydi. Yo'lni bo'yida ancha qulaylik bu. O'sha xaridorga ham qulay, sotuvchiga ham qulay. Har tomondan qulayligi bor. Demak, hozir qancha aholi bandligi ta'minlanadi mana shu sizning endi Ulmonota dehqon bozorida faoliyati boshlangandan? Hozirgi joyimizda kunlik 85 ta tadbirkor savdo qiladi. Biz har bozor kuni, o'sha kuni bozor tashkil qilingan kuni borib tadbirkorlarni sanaymiz. 85 tadan 90 tagacha keladi. Chunki boshqa joy yo'q, imkoniyat yo'q boshqa qabul qilishni. Bizni hozircha bizning rejamiz bu yerga 240 ta.
O'sha 85 tani 240 taga ko'paytiramiz. 240 ta odam kelib savdo qiladi. Savdo. Joy yetmasa, yana joylarimiz ko'p. Kelajakda yana qurilish ishlarini yana davom ettiraverib, yana joy yarataveramiz. Bu yerda qurilayotgan bozorda asosan o'sha qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan tortib yana qanaqa chorva mollari bozori ham tashkil qilinadimi, yo'qmi? Chorva mollari bozori ikkinchi yarim yillikka. Ikkinchi yarim yillikka, xudo xolasa. Ularga qanaqa rejalar haligi bor? Ularga ham alohida sharoit qurilishi kerak. Anchagina to'g'risi hamma narsa mablag' taqaladi. Chorva bozorini ham o'zi bo'lmaydi. U yerda har xil naveslar qurilishi kerak. Naveslar o'sha chorva mollariga sharoitlar yaratilishi kerak, tagi asfaltlanishi kerak. Shuning uchun uni hozircha rejamizda ikkinchi yarim yillikda. Ikkinchi yarim. No bo'ladi, xudo xolasa, eski o'sha Olmaliqda chorva bozori tashkil qilinadi. Biz kunini ham ko'chirmoqchimiz. Kunini imkon bo'lsa eski holatiga juma kunga ko'chirmoqchimiz. Hozir seshanba kuni bo'lyapti. Oldingi birinchi tashkil qilgan payti juma kuni tashkil qilingan. Endi har juma kuni o'sha kelajak Olmaliqda bozori deb o'sha yerda yuritiladi. Demak, hozirda ishlar necha foizi yakunlandi? Uni qariyb 60% yakunlandi. Bu tomonda ham mana tekislash ishlari уже tugallandi. Faqat tepasiga qursak bo'ldi. Qariyb 60% ish bo'lgan. Qurilish materiallari, zaxiralarni ham hammasini yaratib qo'yganmiz. Zaxiralar bor. Faqat ishchi kuchi hozirroq yetmayapti. Bozorga keluvchilar, savdogarlar qayerdan ko'proq kelardi? Butun viloyatimizdan keladi. Asosan Jizzaxdan, Jizzax shahridan keladi, qo'shni tumanlardan keladi. Va eng arzon bozor viloyatimizda men o'ylayman, men o'zim savdo xodimman, eng arzon bozor mana shu Olmaliqda bozori. Olmaliqda bozori deb ketilgan. Demak, eng qiziqarli, eng qulayligi shu yo'l yoqada joylashganligi va turizm yo'nalishidagi yo'l bo'yida joylashganligi, buni o'sha bozorning qulayligi o'sha ana o'shanda. Qulayligi o'shanda. Imkoniyati bor, kengayishga, rivojlanib ketishga imkoniyati bor. Biz endi hozir tadbirkorlarimizni, yangi savdogarlarimizni taklif qilyapmiz. Do'kon qurilishiga joy beramiz. Juda ham qiziq o'rinli gapni aytdingiz. Hozirda tadbirkorlarimizni faoliyatini kengaytirish borasida tumanimizda bir qancha ishlar amalga oshirilyapti. Jumladan mana shu Olmaliqda bozorini bozoriga kelib joy olishlar qanaqa tartibda bo'ladi? Masalan, tadbirkor o'zi kelib tadbirkorligini yuritish uchun joy beriladimi? Qanday tartibda bo'ladi? Yo o'zi kelib quradimi? Biz hozirgi qurayotgan ikkita blogimizga 240 taga ro'yxatlarimiz deyarli tayyor bo'lgan. Bularga savdo rastalariga ro'yxatlarimiz tayyor bo'lgan. Faqat nomerlashimiz qolgan, o'sha o'rnatishimiz qolgan. Boshqa ishlari hammasi bo'lgan. Savdo do'konlari og'ir konstruksiyadan bo'ladi, yengil konstruksiya bo'lmaydi. Biz o'zimiz unga loyiha hujjatlarini beramiz. Biz bergan loyiha hujjatlari asosida ular quradi. Tadbirkor o'z mablag'idan quradi. O'z mablag'idan quradi va o'ziga tegishli bo'lib qoladimi o'sha joy? Faqat patent to'laydi. Faqat o'sha patta pulini to'laydi. Ijara pulini to'laydi. Ijara puli. Bugungi kunda o'sha qancha tadbirkorlarda o'sha mana shunday savdo qilishiga imkoniyati bor hozirgi kunda. Masalan, keluvchilar bo'lsa, sizga murojaat qiluvchilar bo'lsa. Yo'q, imkoniyatimiz chegaralanmagan. Joyimiz joy bemalol. Tavsiya qilib qolasizmi tadbirkorlarimizni? Tavsiya qilamiz, chaqiramiz, kelsin, tumanimizdan, chetdan kelsin, mana joy beramiz. Joyda muammo yo'q. Joylar narxi uncha qimmat emas. Yo'q, joylar tekin. Tekin joylar. Ana joylar haqiqatan hurmatli tadbirkorlar, mana joylarimiz Arnasoy tumani, ya'ni Zarafshon mahallasidagi Olmaliqda bozori bugungi kunda Baxtli mahallasida Novruz qo'rg'oniga ketuvchi yo'l bo'yida joylashgan. O'sha tadbirkorlarni tekin joyiga mana o'z faoliyatini boshlash uchun chaqirib qolamiz. Albatta, qachondan kelib uchrashsin sizga tadbirkorlar? Farqi yo'q. Telefon raqamlarimizni beramiz. Xohlagan payti, ish vaqtida telefon. Mana hozir pastdagi ko'rsatilgan raqamlar asosida bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Shunaqa. Rahmat sizga. Sizga rahmat kelganlaringiz uchun. Rahmat.